Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Pravda mol bozoriga keldik. 30-may sanasiga videomizni boshladik. Haftaning juma kuni bozor tashqarisida mana shuncha mollar. Bugun bozorimiz juda tiqilinch ko'rinadi. Xudo xolasa boshladik videomizni. Bizni kuzatishda davom eting. Mana bu yerda har doimgidek echkilar, sutli echkilar bozorni oldida bo'ladi. Qani? Hojiboq qanilar? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Necha pul edi bu sutli echki? Egalari yo'qmi? Hojiboq qaydalar? Hozir keladilar. Mana aziz do'stlar, qo'y necha pul bo'ldi? 2.902 ta. Mana aziz do'stlar, bugun qo'ylar juda ko'p kelgan. Bir boshdan videoni boshladik. Haftaning juma kuni 2025-yil 30-may sanasida videomizni boshladik. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada ko'pchilik har bozor chiqaring degan, har bozor chiqaramiz. Azizlar, hozir mana shoxli sutli echkimiz bor ekan, 4,5 million ekan. Mana shu sutli echki 4,5 million. Azizlar, mana ko'ringlar. Sutli echki yakka o'zi 4,5 ekan. Endi sutini 2 litrmi suti bo'lsa kerak. 2 litr, 1,5 litr atrofida suti bo'lsa kerak. Mana shu shoxli echkimiz 4,5 million ekan. Buni bolalari yo'qmi? Buni bolalari bor, lekin sog'ishga o'rgatganmiz. Ha, bolalarini olib chiqqaningiz yo'qmi? Qo'y necha pul bo'ldi? Qo'y 3.300 dan oldik. 3.350 dan oldingiz. Qo'shqormi? Qo'shqor. Mana aziz do'stlar, 3.350.000 so'mdan olibdilar. Ikkita qo'shqor donasi. So'yishgami? So'yishdi. 3.350.000 so'mdan donasi, har bir donasi olibdilar mana. Necha pul bo'ldi bu? Ha? Hozir bozorning ichi bugun tiqilinch. Bozorning ichiga kira olmadik. Hozir mana tashqaridan sotilganlardan so'raymiz. Necha pul bo'ldi aka? 15,5. 15,5 mana. Mana novosimiz 15,5 sotilgan. Bozordan tashqarisida turibdi. Bozorning ichi juda tiqilinch, syomka qilishning iloji yo'q, juda tiqilinch. Qo'y necha pul bo'ldi? 19. Novoz kiryapti. Mana aziz do'stlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tyapmiz. Bugun juda tiqilinch bozor. Necha pul bo'ldi bu? Qo'ylar necha pul bo'ldi qo'ylar? 38. Bunojinchi? 2 kam 10. Oldilaringizmi? Mana azizlar, ko'rishingiz mumkin. Bozorimiz bugun juda tiqilinch. Nimagadir syomka qilib bo'lmadi. Tiqilinchlikda. Sotganlardan so'raymiz endi. Necha puldan bo'ldi bu? 2.400.000 dan mana. Qo'shqormi ikkovi ham? Ha, qo'shqorlar. 2.400.000 dan qo'shqorlar mana. 2.400.000 dan ekan.
Mana hozir yana chiqyapti, bozordan saldo bo'lib chiqqanlardan ko'rsatamiz. Besh pul bo'ldi bu? 4 million. Yo, YouTube'ga qo'yganim yo'q, bobo. 4 million. 4 millionga olibdilar bobomiz. YouTube'ga chiqarmadi işte. Ha endi. Ko'pchilik YouTube'ga chiqarmang bizni deydi-da. Qani yana hozir bu yerda boshqalari bormikin? Bugun bozorimiz juda tiqilinch, mana ko'ringlar. Kirishni iloji yo'q. Bu necha puldan bo'ldi bular ichkichalar? Necha puldan bo'ldi? Bular ikkalasi 5 million bo'ldi. Ikkalasi 5 million. Mana. Parodasi qanaqa bular? Alpin, Fransiyaning fransuzski. Alpin. İkkalasi 5 million. Alpin paroda ekan. Alpin Ikkovi 5 million. Bittasi urg'ochi, bittasi nar. Erkak. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz anchadan beri video ot anjomlar to'g'risida video chiqarmagan edik. Samarqand shahardan mana shu zakasimiz tayyor bo'ldi. Mana xudo xolasa sezonga tayyorgarlik ko'p chavandozlar hozirdan sezonni boshida mana otni ko'krak fartuklarni zakaz qilishyapti. Kimda mana shunday ko'krak fartuklar kerak bo'lsa, otni laqabini yozib, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Ona bola sigir necha pul bo'ldi? 15 million? 13 million bo'pti sigir. Qancha suti bor ekan buni? Qo'ylar necha puldan bo'ldi? 39 dan bo'ldi. 39 dan 3 million 900 ming so'mdan har bittasi. Qo'chqor. Kimni izlayapsiz? Qayerda izlayapsiz? Necha pul bo'ldi? 10 million? 10 million 400 ming mana. Boqishgami? 10 million 400 ming so'm mana. Boqishga. Baraka qilib olib chiqibdilar mana. Novoscha. Azizlar, bugun bilamiz videomiz uncha yaxshi chiqmadi. Juda tiqilinch bozor, video qila olmadik. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, xudo xolasa bu hafta yana videolarimizni boshlaymiz.